sunnat to'ylari deymiz. Sunnat degani endi bu aslida xatna o'sha qilinishligi, o'zi asli farzand tug'ilganda uni aqiqa qilishlik o'sha shariatdagi shar'iy marosim bor narsa bo'lib hisoblanadi. O'sha aqiqa alohida bir mavzu buni o'zi, lekin endi sunnat deb ham aytib o'tiladi. Bu ham dinimizda o'zi xatna sunnat bo'lganligi uchun ham shu to'yni ham nomi sunnat to'yi bo'lib ketgan. Bilamizki, demak, xatna qilishlik bu sunnat. Endi to'yni ham biz sunnat deb nomlab olganmiz. Endi bu ham biror birtamizga farz yoki vojib bo'ladigan ish emas. Hozir kunda ham qachon bo'lsa ham demak, bu ayrim sahobalarning odati bo'lgan. Haqiqatan ham o'sha davrda ular ham lekin kichkina qilib mana shunday bir ziyofatni berishgan. Lekin bugungiga o'xshagan dabdababozlik emas, balki tor doirada. Bugungi kundagi o'sha sunnat deb hisoblayotgan to'ylarimiz sunnatga umuman xilof bo'lgan. Demak, bu to'yni qilishlik kuyov bola boshlab beradi. Uni butun majburiyati, butun qiyinchiligi, tashvishi oylab yillar davomida o'sha qaynota qaynani uyqusini qochiradigan to'y bo'ladi bu. Nima qilish kerak? Navoz yetaylab bormasa, kelinni boshida kaltak sinadi, janjal, sen nima qilib qo'yibdi ota-onang menga? Bitta navoz yetaylab kelmasa aka-ukaing deb. U aka-ukani faraz qiling, Rossiyada sovuqlarda yoki qatlardadir muhojir bo'lib ishlayib yotibdi. Puldan jo'nat biz to'y qilishimiz kerak, navoz olib borishga iloji yo'q. Undan tashqari yana o'sha avlodni xonadonda nechta bolasi bo'lsa, hattoki o'tib ketgan otasi-yu bobosigacha sarpo qilishlik. Agar buni ham kamaytirib qo'ysa, buni orqasida ham oiladan mojaro. Bu muhtaram jamoat bilib turibsizlar, ertak emas, havodan olayotgan gapimiz emas, balki hayotiy haqiqat. Bugungi kunda voqelikda sodir bo'lib turgan narsa. Shu narsani oqibatida biz keyin topgan tutganimiz mana shu bema'ni narsalarga sarf bo'ladi. Olib borib novozni so'yadi, so'ygandan keyin novoz so'ydik deb to'yga taklif qiladi. Borsiz 50 gram go'sht sho'rvaga tashab, qolganini qassobga bir topshirish, shu bilan u ham o'sha nimaga kirib ketadi, yana o'sha xudogami qaqa bo'lsa ham tomonga qarab turib. Bu ham bitta bu sunnat degani emas, bu jaholat. Bu narsa isrof, Alloh taolo harom qilgan isrofda aynan o'zini boshlab beradigan ish ekan. Shuning uchun ham endi bu majburiy haligi ish, qizim xijolat bo'lmasin, tinch yashasin o'sha yerda deb turib, qiz boqqan ota-ona yana o'sha yo o'zi yo aka farzandlarini yana ishga solib, shu navoz yetaylab, kiyim boshqa narsa bilan ovora bo'lib qoladi. Mana bu ham muhtaram jamoat, demak, bu to'y qilishlik shariatga mutlaqo bir xilof bo'lgan narsa. Buni ham dinimiz talabiga mutlaqo zid bo'lgan narsa. Rasululloh hadis shariflari borki, musulmon kishining moli boshqaga halol emas, faqatgina o'zi rozi bo'lib, ko'nglidan chiqarib bersagina halol bo'ladi dedilar. Aksar odam mana to'g'risini aytsin qilayotganlar, hech kim hozirgi bugungi kunda zamonada ham ko'nglidan chiqarib to'g'ri juda badavlat odam bo'lsa aytib berib yuborishi mumkin, lekin mehnat qilib peshna teri bilan o'zi hayotimdek o'rtacha hayot kechirayotgan kishi hech qachon molini ichidan rozi bo'lib mana berib yubordim deyavermaydi bu narsa. Aynan mana shu hadis sharifda demak ko'rsatilganidek, demak bu yerda nima bo'lyapti? Majburiy beryapti o'sha narsani. Maqsad bitta narsa, qizim tinch yashasin deb turib. Shuning uchun ham bunaqa narsalar azizlar eshitaveramiz, lekin bir o'zimiz hayotda tatbiq qilishimiz kerak. Biz ko'ryapmiz, ba'zi bir hatto namozxon aytaylik bo'pti, shunaqa masjidga keladi, masalalarni eshitadi, domla tanlaydi, masala tanlaydi, ko'rsangiz endi juda bir avliyodek yuradi, lekin qilayotgan to'ylarini ham bugungi kunlarda guvohi bo'lib turibmiz. Isrof, qanchadan qancha qilayotgan ishlarni holatni ko'rsangiz, mutlaqo uni qilayotgan ibodatiga o'zicha aligidagi bir shariatda masini bir amalni bajaryapman deyotgan holatiga mutlaqo mos kelmaydigan narsalar. Shuning uchun ham musulmon kishi azizlar, hammamiz uchun bu amallar bajarishimiz lozim bo'lgan, e'tibor berishimiz lozim bo'lgan jihat. Shuning uchun ham dinimizda albatta isrofdan saqlanishi lozim. To'ylarning barakasi ham isrofdan saqlanishda bo'ladi. Rasulullohning hadis shariflari bor. Oysha onamizdan rivoyat qilinganki, demak, eng barakali nikoh to'yi mana xarajatlari yengil bo'lgani deyishdi. Yoki boshqa bir hadis sharifda Rasululloh marhamat qiladilarki, ikki ish o'rtasidagi ishni lozim tuting. Ishlarning yaxshisi mo'tadil, ya'ni o'rtachasi deyishdi. Har bir ishda demak mo'tadilini deyilyapti, tutish lozim ekan. Mo'tadillik nima bu yerda? Ikki ishdan murod haddan oshmaslik va o'ta bu narsani demak qisib xasislik ham qilmasin. Chunki Qur'oni Karimda oyat karima bor. Oyat karimada Alloh marhamat qiladiki, ular
ihson qilganlarda isrof emas, xasislik ham qilmaslar. Ya'ni tutgan yo'llari buning o'rtasida mo'tadildir. Haqiqiy mo'min kishi demak isrof ham qilmaydi, o'ta xasislik ham qilmaydi. Demak tutgan yo'li buni o'rtasidagi mo'tadillik bo'lar ekan. Shuning uchun ham aytadilarki, ulamolarimiz birinchi o'rinda deyilyapti, o'sha qilayotgan ishlarda ixlos bo'lsin. Har bir ishni demak o'sha poydevorida ixlos bo'lmasa, u riyo bo'lib qolar ekan. Ixlos qilingan riyo bo'lib qoladi. Usiz ham o'zi muhtaram azizlar, hayotimizning asosiy qismi riyodan iborat bo'lib qolgan. Biz nima ish qilsak, shu narsaga ko'proq shu odamlarga eshittirishlik, bildirishlik uchun yo bo'lmasam shunga o'xshagan o'sha riyokorlik ishlar o'zi ko'proq bo'lib qolgan. Chunki biz o'zimiz ham ba'zan tushunmagan holatda riyo ishlarni aralashtirib yuboramiz ishlarimizga. Mana bu to'y munosabatida bo'lsa, biz o'sha riyokorlikni kerak bo'lsa birini o'ngga chiqarib yuboramiz. Qanday bo'lmasin, o'sha mana shunday bir isrof ishlarda musobaqalashamiz. Vaholanki Alloh taolo siz bilan bizni yaxshi ishlarda, xayrli ishlarda musobaqalashishga buyurgan. Lekin bizning musobaqamiz nimada? Ko'proq isrof ishlarda bo'ladi. Olayotgan o'sha maoshimiz, oyligimizga ham qaramaymiz yo boshqa qanday bo'lmasin, demak nima bo'ladi? Oxir oqibat o'sha ko'p o'tmasdan aynan o'sha hadislarda keltirilgandek sarf xarajat kuchayib ketgandan keyin oxir oqibat yaxshilik bilan emas, bir halokat yo bo'lmasam shunga o'xshagan bir har xil g'am tashvishlar bilan ish boshlanadi. Keyin qarzini to'lash kerak yo bo'lmasam o'sha yoki bo'lmasa ba'zilar borki qarzni oladi, foizga uni foizini to'lash kerak. Mana endi ko'ringki, shu bilan oddiy xalqimizni til bilan aytganda oyog'imizni o'sha ko'rpamizga qarab uzatmaganimizdan keyin tamom shu bilan muammodan orqasidan kelib chiqaverar ekan. Shuning uchun ham muhtaram jamoat, dinimiz, shariatimiz siz bilan bizni doimo har bir ishda mu'tadil bo'lishlikka buyuradi.